Assalomu alaykum hammaga. Bugun Promoy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan boshqaruv pultlarini qanday sozlash haqida ko'rib chiqamiz. Apparatimiz hozirda 5 ta funksiyali, ko'rishingiz mumkin. Buni 8 ta funksiyagacha ko'paytirish imkoniyatimiz bor. Hozir bu qismini olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ichlar akkuratni yig'ilgan. Bu yerda o'sha platamiz 8 ta funksiyani bajaradi. Pauza bilan 9 ta knopkasi bo'ladi jami. Hozir qanday sozlash haqida ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda qurilmamizni o'chirib olamiz. Bu yerda o'sha maxsus avtomat bor. Avtomat yordamida o'chiramiz. Apparat o'chganligi ishonch hosil qilgandan so'ng bu yoqda pauza knopkasini bosamiz. Ko'rinish uchun pauza knopkasini bosib turamiz. Bosgan holatda qurilmamizni yoqamiz. Yongandan so'ng mana bu yerda status degan svetchasi bor. Svetchasi yongandan so'ng o'sha boshqaruv knopkasini qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborganimizda o'sha boshqaruv modiga, sozlash modiga o'tganini bilish uchun ekranimiz bizda o'chgan holatda turadi. Boksga yaqin holatda Wi-Fi ga kiramiz. Promoy versiya 1 Wi-Fi paydo bo'ldi, shuni ustiga bosamiz. Menda ilgari ulanganligi uchun parol so'ramadi. Sizlarda parol bo'lishi mumkin. O'sha biz tomonidan berilgan parol orqali kirishingiz mumkin bo'ladi yoki boksga yozib qo'ygan bo'lamiz parolini. Xo'sh, kirgandan so'ng qidiruv oynasiga 192 168 4 degan IP adres bo'yicha bog'lanamiz. Mana bizda sozlamalar oynasi chiqdi. Bu yerda birikmalar suvdan boshlab pena, nano, vosk, plus bu yerda hamma funksiyalar yozilgan. Agar bizda boshqa funksiya mavjud bo'lsa, o'sha penani o'rniga boshqa so'z yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha narxlari suvga 2000 so'm qilib belgilangan. Bu 1 minut uchun belgilangan narxlar, penalarga 4000 so'm qilib belgilangan. Agar bizda narx o'zgartirish kerak bo'lsa, shu yerdagi narxlarni o'zimiz xohlaganday qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, ximikatlarni 5000 so'mdan, nanoni 4000 so'm, voskni 3000 so'm qilib qo'yishimiz mumkin. Xullas o'zimizga ma'qul kelgan lokatsiyamizdan kelib chiqib, boshqa markalarga o'rgangan holatda narx belgilab qo'ysak bo'ladi. Bu yerda puls uzunligi, yonish, o'chish vaqtlari yozilgan. Bu o'sha ximikat rasxodlarini nastroyka qiladigan oyna, o'sha ximikat aralashtirib beradigan nasoslarda o'chib, yonib turish vaqtlarini shu yerda belgilab qo'ysa bo'ladi. Ko'pincha bu narsa kerak bo'lmaydi, lekin ba'zi joylarda suvi juda ham yaxshi bo'ladi. O'sha holatda bundan foydalanish tavsiya qilinadi. Bu yerda agar pitichka yoqilgan bo'lsa, shu nastroyka modda ishlaydi, agar o'chish bo'lsa, shu premium holatda ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin, eng pastida klik degan yozuv turibdi birinchi qatorda. Buni biz o'zimiz xohlaganday qilib o'zgartirib olishimiz mumkin bo'ladi. Promoy qilib o'zgartirib qo'ydim. Bu yerda agar men galochkani yoqadigan bo'lsam, uzun so'z bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekrandagi yozuv yonga yurib turadigan qilinadi. Pastda to'lang va yuving turibdi. Buni ham biz o'zimizga moslab tozalab yuving deb almashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda o'sha pauzani bosgan paytda chiqadigan so'zni yozib qo'yishimiz mumkin. Bizda stop qilingan. Misol uchun buni o'za deb almashtirib qo'ysak bo'ladi. Agar buni ham galochkasini yoqsak, o'tib turadigan bo'ladi. Bu tushunarli bo'lsa, pastda yorqinlik bor. Bu ekranni yorug'ligini oshirib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Yorug' qildim. Keyin kutish vaqti 3 minut qo'yilgan ekan. Biz 5 minutga o'zgartirib qo'yamiz. Keyin ogohlantirish sekundda, bu 20 sekund qolganda o'sha maxsus ovoz yordamida ogohlantirish beradi. Klientga o'sha pul tugab bepul kutish vaqti tugab turganligi haqida ogohlantirish beradi. Eng pastda piksel bor. Bu 60 tursa, o'rtacha holat. Buni kamaytirganimiz sari ekrandagi yozuvlar o'tish tezlashadi. Hozir buni ko'rish uchun 40 qo'yamiz. Agar oshirsa, sekinlashib boradi. Hamma narsani sozlab bo'lgach, saqlash tugmasi bor. Saqlash tugmasini bosamiz.
bosganimizdagi o'zgartirilgan nastroykalarimiz to'g'ri saqlanganmi yo'qmi tekshirish uchun bitta refresh qilamiz. Hozir o'zgartirilgan narsalarimiz hammasi joyida turibdi. Demak, hammasi bizda joyida. Saqlashdan so'ng restart knopkasini bosamiz. Restart bosganimizdan so'ng apparatimiz avtomatik ravishda yonadi. Mana yondi, ekran o'tishi tezroq bo'lib turibdi. O'sha boshdagi ko'rgan bo'lsangiz sekinroq edi. Mana tepada promo degan yozuv turibdi. Pastda o'sha tozalab yuving degan so'z paydo bo'ldi. Bu so'zni o'zingiz xohlagandek, xohlasangiz brend nomi, xohlasangiz boshqa so'z yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Narxlarini ko'rsak, hozir $5000 so'm tashladik. Ozgina kutamiz, chunki zashta qo'yilgan. Mana suv 2,5 minut turgan bo'lsa, penani bosamiz. Narx qimmat bo'lgani uchun boshqa postni bosamiz. Bu arzonroq belgilaganligimiz uchun bunga ko'proq vaqt beryapti. Qolgan summalar, qolgan hujjatlarni ko'rishingiz mumkin. Nano aktivniy liniya. Mana bizda hozir nano turibdi ekan, pastda aktivniy liniyani bosyapmiz, ishlamayapti. Nastroykadan so'ng bitta o'chirib yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Yerda ichida kontrolli ishda joylashtirilgan funksiyalar ko'paytirish uchun o'sha hisobga nastroykalarni yoqib olishimiz qilinadi. Yana bir narsa eslatib o'taman, mana ichida qancha pul qolgan bo'lsa, pullar ya'ni juda ko'p joyda suv to'kilganda puli tushib ketishi mumkin. Bizda boksda o'sha pulga eslatib qoladi. Mana endi aktivni bosamiz, ishlashni boshladi. Xo'sh, endi yana bitta muhim eslatma. Agar bizda pul mavjud bo'lsa, sizga kerak bo'lmasa, mana bu bepul kutish vaqti bor. Tepada pulni ko'rsatyapti. Agar sizga pul kerak bo'lmasa, pauzani 10 sekund bosish davomida ushlab tursangiz, puli avtomatik o'chib ketadi. Endi yana bitta muhim sozlamalardan biri, bu har doim bo'lmaydi. Biz boksga qo'shib yangi o'zgarishlar qilgan paytimizda sizga abonentlar faylini yuboramiz. Agar internet bo'lsa, masofadan qilish imkoniyatimiz bor. Agar internet mavjud bo'lmasa, o'sha o'zingiz apparatga yangilab qo'shimcha funksiyalar yordamida apparatga ishlashni davom etishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun hozirgi narsani takrorlashimiz kerak bo'ladi. O'chiramiz, apparat o'chganligiga ishonch hosil qilgandan so'ng pauzani bosamiz. Qayta yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin o'sha statusdagi svetcha yonishi bilan pauzani qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborganimizdan keyin biz o'sha har doimgidek Wi-Fi ga ulanamiz. Mana promo versiya 1 degan Wi-Fi ga ulandik. Ulangandan keyin o'sha kerakli IP adresini kiritamiz. Mana sozlamalar oynasi chiqdi. Sozlamalar oynasida bu yerda upgrade degan joyi bor. Bu yerga kiramiz. Faylni tanlang deyapti. Bizga jo'natgan faylni o'zingiz biladigan o'sha telefonda qaysidir fayliga saqlab qo'yasiz. Mana bu yerda bizda 8 talik funksiya, 8 talik funksiyada o'sha eng oxirgi rashifkani tanlaymiz. Tanlagandan so'ng update knopkasini bosamiz. Ozgina kutamiz. Qurilmamiz o'zini-o'zi yangilaydi. O'zini-o'zi yangiladi. Yangilagandan so'ng apparatimiz o'sha avtomatik tarzda ishga tushib ketadi. Yana bemalol ishlatishga, foydalanishga tayyor bo'ladi. Endi bizda hozir oxirgi versiya turgan edi, ichida fayl, hozir bizda o'zgarish bo'lmadi. Agar bizda qanaqadir qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan bo'lsa, ushbu amaliyotni bajarish orqali siz yangi funksiyalarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Promoy kompaniyasi.